Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz yurtdoshlar, biz ayni vaqtda yer yuzidagi eng afzal joy bo'lgan Allohning bayti, Allohning uyi bo'lgan Ka'ba-i muazzamada turibmiz. Bu joyda mana hozirda ko'ryapsizlar, odamlar juda ham ko'p. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh shatga bizni yana chaqirganiga beadad, behisob shukr. Bu Makka-i Mukarrama Ka'ba-i muazzama yer yuzidagi eng afzal joy. Ikkita yer yuzida afzal joy bo'lsa, bittasi mana shu joy bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh karim masjidlardan turib, sizlarga xudo xolasa video ulash baxtiga muyassar bo'lganimdan beadad behisob xursandman. Inshaalloh karim xudo xolasa sizlarni Ramazon oyidagi narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Ramazon oyidagi narx-navolar bilan tanishib o'tishdan oldin men sizlarga bir narsani aytib beraman. Bu aytib beradigan narsam taqdir haqida. Taqdir haqida sababi, taqdir haqidaligi, bu joylarga kelishni o'zi ham bir taqdir. Alloh nasib qilsa keladi hamma ham. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana shu joyda, mana hozir ko'rib turganimiz so'netda maqomi Ibrohim ko'rinib turibdi. Mana u lampochkalar turgan joy Xatim, ya'ni Hijri Ismoil bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ana shu Hijri Ismoilning ichida uxlayotgan paytlarida Jabroil alayhissalom keladilar. Va albatta Alloh taolo u kishini chaqirayotganligini aytganlardan keyin Isro voqeasi, Me'roj kechasi to'g'risida gapiryapman. Ana shu holat masjidda yuz bergan. Va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam cho'milib, g'usul qilib 2 rakat namoz o'qiganlardan keyin mana shu ustunlarning orasida bitta ustun bor. U отдельно qilib qo'yilgan. Mana shu holat masjidda qayerdadir bor. Shu ustun hozir men topolmay qoldim. Haligida ko'zim tushgan edi. Xullas ana shu joyda buroq oti, ya'ni kim jannatdan chiqarilgan buroq oti kutib turgan bo'ladi. Ana shu otda Alloh taolo osmonga bir lahzada, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir lahzada osmonga ko'tarilganlar. Me'roj voqeasida 7-osmonga chiqqanlarida, Sidratul Muntahoga yetganlarida jannatda Tuvo daraxti bor. Ana shu Tuvo daraxtining barglari butun jannat bo'ylab yoyilib ketgan shoxlari. Shu Tuvo daraxtini shoxini yonidan o'tib ketayotganlarida Sidratul Muntahoga ketyapti. Egilib o'tayotganlarida boshlardagi sallalari tushib qoladi. Shunda Jabroil alayhissalom kulib qo'ygan ekanlar. Shunda Sidratul Muntahoga yetishgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, "Ey Jabroil, nimaga haliginda boshimdagi sallam tushib qolganda kuldingiz?" deganlarida, "Buni noto'g'ri tushunmang yo Rasululloh, men siz ustingizdan kulganim yo'q. Shunchaki men Lavhul Mahbusda, ya'ni kim Alloh kitobni bitgan Lavhul Mahbusga hammani Alloh taolo taqdirotini bitib qo'ygan. Shu Lavhul Mahbusda men darslik qilib o'qiyotganimda, men yod olayotganimda ana shu joyida, bir joyida payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam to'g'riladi yozilgan ekan. Ana shu joyida sizni bu jannatga chiqishligingiz va Sidratul Muntahoga ketayotganingizda ana shu Tuvo daraxtini shoxiga boshingizni egib o'tayotganingizda sallangizni ilinib qolishi va uni tushib ketishi to'g'risida yozib qo'yilgan edi degan ekanlar. Bu degani har narsa taqdirotda bor. Sizni qo'lingizga bitta tikon kirsa ham ana shu narsa taqdirdan bo'ladi. Har narsani Allohdan deb bilishlik, har narsa kelsa, yaxshi yomon ish kelsa Allohdan deb bilish va unga shukr qilish, sabr qilish hammani ham qo'lidan kelmaydi va albatta u ishlarga sabr qilishlik haqiqiy iymondan bo'ladi. Xudo xolasa endi Ramazon oyi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Ramazonning ro'zasini Xudo xolasa masjidlarda tutishlik hammamizga nasib qilsin. Ramazonning ro'zalarini tutib masjidlarga kelib ibodat qilishlik butun oila a'zolarimiz, ota-onamiz, butun xalqimizga Alloh taolo shu narsani yetkazsin. Endi narxlar to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsak, Toshkentdan 1-mart sanasidan 30-mart sanasigacha har kun reysimiz bor, 31-gacha ham to'g'rilik. Narxi hozircha 10 kunlik 3 kunga 1150, qolgan kunlarga 1250 dollar. Endi Namangandan bor. Namangandan Xudo xolasa Namangan Jidda yo'nalishida bo'ladi. Uni narxi 1250 dollar qilib belgilaganmiz. 50 bosh xizmati albatta mavjud. Toshkentdan ham, Namangandan ham 50 boshlab billa ketadi. Xudo xolasa billa keladi. Mehmonxonalar sharoiti to'g'risida videolar joylayapmiz. Inshaalloh karim ertaga Xudo xolasa Makka shahridagi mehmonxonalarni polni videoga olib, oshxonasi, 50 bosh xizmatlari, xonalari, batdagi xizmatlar, uni sifati, hamma narsa to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Aytib o'tganimdek, Toshkent shahridan 1-martdan 30-mart sanasigacha Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina yo'nalishida reyslar bor. Faqat 3 kunga aytib o'tganimdek 1150 dollar.
qolgan kunlarga 1250 dollar. Namangan Jidda yo'nalishida ham xudo xolisa reyslarimiz bor. U albatta uni ham narxlari 1250 dollar qilib belgilangan. Xudo xolisa bizga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Narx-navosidan narxlar tushsa biz albatta uni tushirib sotamiz. Hozircha shu narx belgilangan. Xudo xolasa shu narxlarda biz sotyapmiz. Inshaalloh agar 50 dollar, 100 dollarga pasaysa biz albatta uni pastlatib beramiz. Endi vodiydan, Farg'onadan reys so'raganlar bo'lsa, xudo xolasa inshaalloh Farg'onadan ham bo'ladi. Bemalol bizga aloqaga chiqaveringlar. Uni narx-navosi bo'lsa hali hech qanaqa ma'lumotimiz yo'q. Xudo xolasa bo'lib qolsa albatta aytamiz. Inshaalloh xudo xolasa sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz narxlarimizni. Sizlarda xudo xolasa mana shu joylarga kelishlik hammalaringga, hammamizga, kelmaganlar albatta kelsin, kelganlar qayta kelishligini tilab qolamiz. Alloh o'zi hammamizdan rozi bo'lsin. O'zi qilgan gunohlarimizni afv qilsin. Xudo xolasa bizga murojaat qilishlaring mumkin bemalol. Telegramlarimiz, WhatsApplarimiz ishlayapti. Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishlar mumkin. Ishlaringni albatta bitirib beramiz. Xudo xolasa sizlar bilan yana qayta diydor ko'rishamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.